Nechi pul? 100.000 dollar. Voy bu qimmat ekan. Xo'p, beraman. Mama, telefonda o'tiribsiz faqat. Menga qaramayapsiz. Bolam, hozir esa men ishdaman. Qachon men bilan gaplashasiz? Kamgina ishim qoldi, jim turib bolam. Hozir men senga shu zakaz qilaman, shu bilan o'ynaysan. Ikkita sabaqa bilan mushuk beraman, hozir sen ishingga ishlamaysan. Tiliga qo'lingni tiqsangchi, yalaydi. Prosta yalaydi. Meni allergiyam bor mushukga. Kichik qiladi hamma yog'im. Yo'q. Chiroylidan zakaz qilaman. Anaqa kichik qilmaydigandan zakaz qilaman. Shunaqasi ham bormi? Egasidan so'rayman. Tit. Ayo, ha, ikkita tindar olamaydigan, keyin tishlab olamaydigan, keyin kichik qilolmaydigan sabaqam shular zakaz qiling. Ikkitasi bor-ku, ikkitasini. O'sha bo'ladi, hech qachon ketmaydi. O'shanisini olib bering. Nechi pul? 100.000 dollar. Voy bu qimmat ekan. Xo'p, beraman. Dollarmi? Aha. Mama qimmat ekan. Qimmat ham beramanmi? Voy pulingiz yo'q, shuncha pulingiz bormi? $100.000 mi? Unda